Yangi yillarda aka-ukalarimiz uchun ustki kiyimlarni aksiya joylaridan ko'rsatdik, qo'llangancha 50% gacha arzonlatdik. Endi navbat oyoq kiyimlari. Urganchimizda yangi ochilgan Optim oyoq kiyimlar do'koniga keldik. Ya'ni Farruxbek do'stimizni do'konina. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Farruxbek aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ajoyib, xudo yaxshi. Avvalambor 10 bo'lsin do'koningiz. Rahmat ha. Obunachimiz yangilik va yangi yillarda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xullas, sizlarga magazinimizdagi 50-60% tovarlarimiz narxini shuningdek arzonlatib berdik. O'zi avvalan milliy narxi hech kim beravermaydi. Endi bu safargini hech kim ko'payolmaydi inshaalloh. Xudo xolasa. Realni 98 ming so'm tushib berdik. Ko'pchilik tovarlarni. Qarang, obunachilarimizga ularning adresini tushuntirsak, ko'pchilik tumandan keladi, bilmagan obunachilar uchun yaxshilab tushuntirsak. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bizning manzilimiz Urganchda Xanqa yo'lida 9 ning oxirida bo'ladi. Xanqadan girib kelaverishingizda, Urganchga girib kelaverishingizda 2 dona benzin zapravka bor. Birsi O'zbekiston zapravkasi, birsi Garant Oil. Shularning to'g'risida bo'ladi. Optim narxlarda oyoq kiyim do'koni. Agarda siz Urganchdan keladigan bo'lsangiz, BBMet bor, Amoskul bor. Shularda o'tganingizdan keyin yana 2 dona zapravka chiqadi, shularning to'g'risida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qarang, qaysi marshrut o'tadi deb savol beradilar. Qarang, 4 adashmasam keyin 9 ham o'tadi. 9 ham o'tadi. 4 marshrut eshikning oldida to'xtab ketadi ekan. Obunachilar bemalol 4-9 ham kelsangiz ham bo'ladi ekan. Agarda rayondan keladigan bo'lsalar, Hazarasi, Bag'at, marshrutlari Ponni shu o'tib ketadi eshik oldidan. Yo'lning ustidan. Xullas, ko'p vaqtingizni olmaymiz. Hozir Farruxbek akamiz do'koniga kirib, narxlar bilan o'zlari tanishtirib o'tadi. Qani ketdik. Ag'abek aka, mana shu ko'rib turgan tablolarimiz 125 ming so'mdan sotib ketyapmiz. Hozircha sotib ketyapmiz. Bundan keyin ham bo'ladi. Faqatgina 2 kun 29-30 dekabr kunlari 98 ming so'mdan bo'ladi. 31-dekabr kuni ishlaysizmi? 31-dekabr qaraymiz. Xudo xolasa Instagramda storiyamizda aytib o'tamiz. Xudo xolasa obunachilar ehtiyojli telefonlashib keling agar 31 kuni ko'rib turgan bo'lsangiz, qarang, bularning qaysi birisi 98 ming so'mdan? 125 ming so'mliklarimizni ichidagidek hammasi, ham bular zo'r tarafi, klientlari oson bo'lishligi uchun biz tovarlarimiz deshon chiqarib qo'yamiz. Ha, ko'chaymi? Ko'chaga chiqarib qo'yamiz. Hozirgi gaplashgan joyimiz bor-ku. Shu yerda ko'rib olib ketaveradi, xudo xolasa. Endi obunachilar gangmi? Bu bahorgimi, kuzgimi bilishingiz uchun bu qishga ekan. Bu eng globnisi qalin obunachilar hammasi. Material qalin. Ko'pchilik nachossizmi deb o'ylashi mumkin. Yo'q, nachossiz, lekin material qalin bo'ladi. Xudo xolasa, endi biz o'zimizdan shu narsalardan kiyib yuribmiz ko'chada. Hazat yuribmiz, xudo shukr. Iskana. Hammasi 98 to'g'rimi? Hammasi 98 bo'ladi. Deshon chiqarib chiroylatib qo'yamiz. Razmeri nechadan nechacha bo'ladi? Razmeri 30 dan 42 gacha bo'ladi. Ha, velikan ham bormi unda? Velikan ham bor. Zo'r. Endi u gilanch ko'p turibdi. U gimmi? Bular, qarang, bular 65 dan sotganmiz. Podrяд 65 dan sotganmiz. 40-41 razmerini 55 ming so'mga tushirdik. Endi shu razmerlarga kelgan obunachilaringiz uchun, o'zimiz ham, siz ham obunachilaringiz uchun yana tushirdik, 45 ming so'mdan bo'ladi. 45 ming? 55 dan 45 ga tushadi. O'zi kommentariyada yozib qoldiring, obunachilar ko'ch tikib berish narxi necha so'mdan bo'lib turibdi? Hammasi 45 mingmi? Material napasani tikib beringlar bu baho. 40-41 razmer olsa bo'ldi. 40-41. 45 ming. Boshqa razmerlari 65 dan bo'ladi. O'sha ular menimcha qamasi kerak deb o'ylayman. Kelaversinlar, xudo xolasa. Yetirib berishga ketamiz. Harakat etamiz, xudo xolasa. Ichariga ketdikmi? Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga bayramlar bilan. Keyin Ag'abek aka, o'shana girib kelamiz. Yaqinda 125 ming so'mlik sabirlarimizni bular ham 40-41 ni 75 dan skidga tushirib edik. Xudo xolasa bular ham bo'ladi. Ben tarafta sabirlarimiz bor. Bular bu tovarlarimiz hozircha o'zining bahosida turadi. Xudo xolasa bularni planlashtirib turibmiz. Skidga tushirsa, yana bir zo'r skidkamiz. Qarang, to'xtang, qarang Farruxbek aka. Bu qarang, buni makan 55 tak qo'ysiz, buni 75 tak qo'ysiz. Menimcha 40-41 razmerlari 75 ming so'm, to'g'rimi? Tushuntirib o'taylik. Bular 55 ming hammasi. Bular 55 dan avan. Sportda kiymaklaringizda setishni yo tovar trapishni desangizlar, bunda 55 ming so'mdan bor ekan. Birinchidan bir ko'rib kelinglar deymiz, obunachilar. Bular topishgan. Topishinglar. 55 ming so'mmi? 55 ming so'mdan. Mana razmerni farqi yo'qmi bu yerda? Razmer topib beramiz, xudo xolasa. Bor, 42-43 bor, hang. Razmer bor. Endi obunachilar ko'rishingiz mumkin. Bular endi qishki topish kerak. 55 ming so'm. Qarang, Ag'abek aka, ko'pchilik aytishi mumkin, setka endi kim kiyishi mumkin, deyishlari mumkin, lekin shopir og'alarimiz bor, katta mashinada, masalan, ichonda Power Bish og'alarimiz bor. Shular bir zo'r oyoq kiyim bo'ladidan bular. 55 ming so'm tutganingiz. Sotki. Keyin bu tarafda 45 liklarimiz bor. Keyin bu yerda makaslarimiz bor. Makaslarimizning velikan razmerlari bor. Ko'pchilik velikan kiyadigan og'alarimiz makasda qiynaladilar. Makasda krossovkalarda razmer topilmaydi. Bizda razmerlarimiz bor, har xil variantlarimiz bor. Razmerlar 45 dan 47 gacha bo'ladi bularning. Lekin dizaynimiz zo'r ekan, yaqinroq kelib ko'rsatingadi. Mana zo'r bo'ladi ekan. Xolasalar qarasinlar. Yengil ham zo'r, yengil ham ekan. Xolasalar qarasinlar. Keyin bu tarafga o'tadigan bo'lsak, 75, 95. Ümumli do'ykalar ham bor ekan. 250 ming so'mdan bo'ladi bahosi. 250. Zo'r.
Xo'p. Keyin ben o'tadan bo'lsak, Sarakan o'shkalar bor ekan 85 ming so'mdan. hozir bir qator katta lekin ko'rsatib bersak, keyin diskilarni ko'rsatamiz. Diskilarimizdan ham skidkalarimiz bor obunachilar. Xullas ketganmi? Bir de pashda emas skidkada. Aha. Masalan qarang. 125 ming so'mdan sotilgan oyoq kiyimlarimiz 98 ming so'mdan bo'ladi faqatgina 2 kun. 29-30 dekabr kunlari bo'ladi, xudo xolasa. Qana buni ko'rsatib bering. Masalan, ichini mexini ko'ring, yumshoqqina bo'ladi, qalinqina bo'ladi, xudo xolasa. Podushlari baland. Beriga sovuq o'tmaydi, xudo xolasa. Farruh aka, bu yon tarafdagilarning. Bu yerdan ham shu. Bu yerdagilar ham mexlari shu 98 ming so'mdan. Mexlari. Mexlari. Aha. Keyin bu yerdan ham bor. Endi bu obunachilarimiz ko'pchiligi bo'ladi, yomon moda bo'lgan vajidan. Xo'jasi dim yumshoq vajda buni qarab. Shuni. Ina bu narsa. Aha. Keyin yana zoom modellarimiz bor. Zoom modellarimiz ham 1-2-3 yilgadan akimlar o'zingiz ham sotgansiz, bilasiz zoom modellarni. Endi bularni ichim mexlasidan ham bor-da. Mexlasi bular 155 ming so'mdan. Mexsiz desalar yana 125 ming so'mdan, xudo xolasa, mening taklifni yetsin berilmaydi deb Farruh aka, faqat arzon oyoq kiyimlar sotilamida bo'lamasliklari uchun bu krossovkaningizdan bir ko'rsating. Buni endi bilganlar biladi buni. Yo'q, bonalarni ko'rsatib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Bonalarni bilganlar biladi, aytganlardan. Narxi bularniki 250 ming so'mdan. Mineral qaranda sifatli narsa, bular ham arzon narxda ko'p. Ish vajangizdan ko'proq aytib qo'ying Farruh aka. Kajilla obunachilar dursunakan, akkuratniy, lekin liboyoj bilan ketadi. Jinsi, sportivniy. Zo'r vajlar bor ekan lekin. Xudo xolasa. Aha. Balandgina bo'ladi, xudo xolasa. Azat yeb kiysa, qishda, bahorda. Bunga nasos kerakmidi? Bunga nasos kerak. Maqtamak ham shart emas. Og'alarimiz biladi o'zi. Xo'p, bu yon tarafdan yangilik. Bu yon tarafdagi tovarlarimiz ham skidga bar ko'pmiz. Bu ham shu 125 likdan bo'ladi. Ichi mexlardan. 98. Bular ham 98 ming so'mdan. Bu yerdan oq vajni yoqtiradigan obunachilarim uchun ham har xil turdagi oqlari bor ekanda. Podoshlari ham poni ham mer oppoq. Qoralar ham hammasi bir xil narx aqang. Hammasi bir xil narx. Keyin qarang. Velikan razmerga yetgan og'alarimiz ichi mexni topishda qiynaladilar. Aha. Shuning uchun ham velikan razmerlarda aytgan ko'pmiz krossovkalarimizni. Bularning ham narxi o'zi 130 ming so'mga sotibmiz. Bular ham 98 ming so'mga tushadi. Obunachilar 45 razmer bormi? Bor. 46 bormi? 46-47 dan bor. 47 razmer obunachilar, siz modniy vajda topib bo'lmaydi deysizmi? Endi xudo xolasa kelib Farruh akamiz do'konini topib berasiz seni. Xudo xolasa. Labutin demadimi, nima deydi? Ha. O'zi, ina. Labutinlar o'zbekda. Keyin makaslarimiz. Bular ham ichi mexli. Lekin yumshoqqina vajang. Yumshoq. Ha. Hazit keladi, xudo xolasa. Yumshoqqina vajina. Ko'ring, necha so'mdan berasizmi? 125 dan adi, bular 98 da. Endi 98. Endi 98. Faqat 2 kun. Faqat 2 kun. Razmeri bor, hang. Razmer bor. Farruh aka ertaga qiynalib qolmadi, yo do'palashma bo'lib 7000 qolib bilmasin lekin obunachilar. Qatnashish harakat etamiz, xudo xolasa. 70-80 dan kilometrdan keladigan bo'lsangiz, ehtiyoji bir telefonlashib keling obunachilar. Balkim qolgandir, balkim qolmagandir, shuning uchun. Baribir, masalan, sizning ham auditoriyangiz katta, Alloh ziyodatsin. Shuning uchun bir telefonlashib kelsalar, o'rtani 1 milla. Pastda telefon nomerlarimiz yozilgan bo'ladi. Keyin bular chiste Xitoy bo'ladi. Chiste Xitoy narsasini obunachilar ham yaxshi biladi. Yumshoqqina bo'ladi, xudo xolasa. Azadiki esa har biri to'zatgan emas. Bulardan ham razmerlari 40 dan 44 gacha bo'ladi. Razmerlari 2 xil rangi bo'ladi. Korishniy, qarasidan bo'ladi. Xudo xolasa qishda azadib issiq. Chizmon berasiz. Bular 155 dan. 155 bitar razmer bor. Bitari 155 dan razmeri bor. Keyin bu yon tarafda chonda Yonmang. Ha. O jinsi ham bormi? Jinsi ham bor, qizlar uchun ham bor. Yana jinsi ham bor ekan. Ichonda boshqa ochilmagan modellarimiz bor, xudo xolasa, obunachilar kelsalar, ular ham ochib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Toza, zo'r modellardan bor, hali yetishmagan modellardan bor. Podraskoy makan labutinlar ham bor ekan. Podraskoy adashmasam, ha? Podraskoy. Yana podraskoylari. Xo'p. Keyin beda hozir 130, 140 sotilib turibdi, 110 sotilib turibdi. O'sha xonadagilar, nasoslar hammasi podrяд 98 ming so'mdan. Tutganimi? Tutgani 98 ming so'mdan. Buning ichida menimcha ham borsovka belentlar ham bor ekan. Bor. Krossovka adiklar ekan. Imuni ko'rsangiz, imuni qo'ysangiz, imuni ko'rsangiz. Bolalar azatib keldi-ku bo'yicha, tanka. Alyaskaga ketaveradi, to'g'ri keldimi? Shuni. Ham nachosli, ham imberi machalkali-da, yumshoq. Qalin bo'yicha. Bu universal ekan. Razmer bor. Chirvatnom deylar shu bo'ladi. Toshni. Orqa tarafdagilar ham shu 98 mi? Bular ham shu 98 ming so'mdan faqatgina 2 kun. Yaqinlashtirib orqani ko'zitib berasiz, obunachilar go'ri bosin, ichida aniq bilaman yaqadollar dim ko'p. Xudo xolasa. Hali bularda korobkada ochilmaganlar bor, ularni ham ochib ko'rsatamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Obunachilarimiz ish vaqti, ish kunini necha deb aytadilar?
ish vaqti har kun ishlatib turibmiz. Hozircha bez ovqatni har kun ishlatib turibmiz. Ertaga birinchi kun ham ishlaysanmi? Xudo xolasa. Aha. 10 soat 10dan kechki 10gacha ishlaymiz, xudo xolasa. Kechki 10. Kechki Ha, 10gacha. ishdan chiqib ham kelaveradilar unda. Ha, xudo xolasa. Shuni planlashtirib ko'p-ko'pmiz. Obunachilar telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Bemalol bog'lanib kelaverasizlar. Endi oyoq kiyimni bolalaringizga kerak bo'ladimi? Opa-singillarimiz ham yoki og'alarimizga kerak bo'ladimi? Velikandan tortib kichkina razmergacha bemalol Farruh akamizning do'konidan topsangiz bo'ladi. Farruh aka, savdoga barakalar. Salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, agarda oyoq kiyim bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lsak bo'lsangizlar, xudo xolasa bizning pastda YouTube kanalimiz yozilgan. Shunga obuna bo'lib qo'ysangizlar, xudo xolasa ko'proq modellarni YouTube'da ko'rsatib borishga harakat etamiz sizlar uchun. Obuna bo'lib qo'ysangizlar, bizlar ham xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.